Assalomu alaykum saxovatpesha insonlar. Hammalaringni ro'zai Ramazonlaring bilan Allohim tutgan ro'zalaringni Allohim dargohiga qabul aylasin. Saxovatpesha insonlar, qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Kechqurunlar uxlolmay o'tirib chiqyapman. Kunduz kechqurun shu ahvoldaman. Nafas olishdan qiynalyapman. Yuragim moy qoplagan. Qiynalib ketdim. Iltimos yordaminglar. Hojatim bitta joyda. Shet ko'zida, uy ichida eminglar boraman hojatni oldiga. Iltimos sizlardan. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Opamizning jarrohlik operatsiyalari uchun 20 million so'm miqdorida summa kerak. Shu summaga imkoniyatlari bo'lmagani uchun saxiy boylarimiz, saxiy insonlarimizdan ko'mak so'rab murojaat qilyaptilar. Hammamiz birlashib o'sha opamizga yordam beraylik. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin.